Aleyküm assalom. Xonalar bor bo'lsin endi. Rahmat. Ochilishga oshlaylar boshqalar aka. Ha, inshaalloh. Qo'shqo'rlarni so'ydi Bahromjon. Allohning izmi bilan faqat. Vodiydan kelib shunaqa katta nechta tonur bor o'zi aka? Hozir o'sha katta tandirdan 10 ta qo'ydirdi-da Bahromjon. 10 ta tonur bor. Ha, boshlanishi bu inshaalloh. Vodiy patirlarni har xil patirlarni Har xil chiqarasiz. 15 xil non chiqadi inshaalloh. Do'ltali, achchiq, sarg'i yog'li nondan chiqazamiz inshaalloh. O'z temasida xona chiroyli bo'libdi. Aha. Qanaqa patirlar chiqadi? Qo'qon patir. Qo'qon patir, asl Qo'qon patirlari chiqadi. O'zimizning vodiyda qanaqa buqa patirlar deydi o'zimizda, shunaqalar chiqadi. Haqi jizzali, piyozli, ko'kli, achchiq patirlar hammasini chiqazishga shuni yo'lga qo'yishga hisob-kitob qilganmiz. Bahromjon yangiliklar bor. Xudoga kelishsa. Yo'q, yangilik u o'ta ko'p. Prosta ish boshlanishiga bir 10 xil 15 xil xolos Bahromjon. Inshaalloh qolganda yana bir ish davomiyligida yana qo'shib boraveramiz. Sabab bizda so'roq ko'p bo'lgani uchun shunga qarab turib kattaroq joy qilgan joyimiz. Boshlanishiga o'zi